Assalomu alaykum jamoat. Aytganlar xayrli bo'lsin. Men to'p qurilib yaxshi o'tdi. Men bak qo'llayman. Hamda ma'vo babda 10 kun yaqin ma'vo mening ayolimga telefon kelib mana shu o'nda dardim. Anasingizdan avat biring, manasingizdan avat biring deb qilganda yaqin ma'qul uyning adresini de so'rabdi ekan, avat bergan. Undan keyin bugun yana boshlanibdi mana shu kun yaqin. Ana pasportlaringlarni, bu ne bolalarning nimalarini avat biring, adresingni qaytaringlar. Shuni bilan bugun uyda damag'andim. Naq bugun degan gap qopti ekan. Bugun o'zim gap qildim. Mani avat shimdiki sabab mishadiki qarindoshlar hamsiga kiloda bu uchur. Bunda xabarlar. Hammamiz mushtarab bizda bir gap qilsak, birdek chiqsa degan umidda mani avat yo'llab qo'yma. Chunki bunda savol so'roq hammasiga kavatida, hamma kiloda kelmaganlarga. Undan keyin bu kelgandan keyin bir javob berib, birini qilib qo'ysak, ikkinchisi ulab kiloda oning kendi bevati, bening kendi sevati deb chiqaveradigan gapkenda. Shuningga diqqat qilsak degan mazmunda mani yo'llab qo'ydim. Anglab boqinglar. Halisa oğanğa bulsanlar balamın hazır derhal gap qaytırıptığına ciddi bir iş çıkıptı. Tünürmez sizge degen işte balam qaçıdan gap qılıptan bolsunuz. Halisa hazır mahkemetede saqçının yanında soraydan gaplar var ki tünürmez sizge degandek ayoluşunuz bolsun, yoluşunuz özünkini öz deysin. Sizin özünüzden menşede hazırcı mı? Hazır mı? Saqçı balık verme gap kısa siz gap kılın. Ma'vo. Ben şu peyt so'raganda ximete deb atabdi bizim tushan so'ragan debchi-mi? Halisa yasınız men ma'vo nushatchi mahal kampüsüden tashqi shanslikka. Sizinki chet el ismingizmi? Amir depagan bo'lsangiz kasbingiz, hozir qaysi davlatda pasport nomeringiz menda bormi? Yani bu sima bu chet elda turayotgan adresingizni mayli inglizcha yo'lamda bir avat biring menga hozirlar. Bu yarım soat vaqtingizni berishingizni, ish balingizni ismlarini hammasini men yozayman. Yaxshimisiz, qanday ahvolingiz? Men Xalisaning yo'ldoshi. O'tganda opam ishda gaqitgan. Men ishlab oldirash. Ayolim o'qib, vallah maktabga boradi. O'tganda ashta debdikansizlar. Abobda avat biring deb uyning adresini avat bergan. Avat bergan adres shu to'g'ri, shu peti. Ankiza siz avo pasport avat biring debdikansiz. Uningda avat bir chata yo'q, avat birmas. Ammo bizning miyadan hozir hukumatdan tekshiryapti. O'tganda sizga avat bergan ma'vo uyning adresini. Chunki sizlarning hozir bu o'sha aşadan hadislar mishadiki bolaga uyning adresini avat biringlar, telefon nomerini avat biringlar degandikan bu hukumatga yetdi bu hozir. Bizning hozir shu Gollandiya parlamentidan tekshiryapti. Ma'vo Birleşken Devletler Teşkilatı'nın parlamentini tekshiryapti. Birleşken Devletler Teşkilatı'nınki Gollandiya turuş iş bejish o'rni var. Şu o'rindan hozir qattiq tekshiryapti. Shuningga hozir hamma telefonlar bizniki tekshirish ostida. O'tganda sizga avatgan adresini nima deb avatsa, nima qilgan, qanday nima huquqi var, nima ish huquqi var degan asos so'raganda, huquqimizda so'rabdi. Apamizdan shuni avatgan to'xtadik. Desak miyadagi har bir narsani avatganlik u davlat mahbetligini oshkorlagan tang jazo o'tildi. Bu davlatning qonuniy nizomnomasi, bu demokratiya davlat bo'lgan bilan bu qonun nizomnomasi bek kuchli. U odatdagidek qarab qilmaydi. Biz Gollandiya fuqarosi bo'lgandan keyin bu yerdagi narsani sizga avat bersak, onunda bizda hech qanday qo'rqinish yo'q, hech qanday bir ansirash yo'q. Ammo
davlat qonuniga xiloflik etadi. Chunki buni mush Gollandiya parlament, ya'ni parlament desam tushunamsiz, Gollandiya xalq hukumatidan tekshiryapti. Buni qattiq tekshiryapti hozir. Bu butun mishalki televizor, radio hamma narsa chiqdi bu hozir. Hozir mushu qonun mushu ya'ni qonun chiqarmishlar. Mush Gollandiya turayotgan Uyg'urlarning har birisining ota-onasining uyiga maxsus guruh avatib tekshirtirganini bular belgiladi hozir. Televizorlar to'xtatadi. Buni ishonmasangiz mush Gollandiya turayotgan har bir Uyg'urdan so'rasangiz bo'ladi. Ha. Hamda animiz yosh cho'ng ayol. Hamda o ayolni akrilab, ya qo'qoqsilab, onda o nim qilsangiz bu yerda bizning turmushimizga mana akasini, ona akasini deb besim qilsangiz, o animiz o bizga besim qilsa, bizning bola bo'lgan yurak chidamaydi. Ammo yo'q bo'ldi, avatimiz, ammo hukumat. Bunda qilsang qonuniy javobgarlik va deb unamaydi ekan. Hozir butun Gollandiyaniki Amerika Birlashgan Davlatlar Tashkilotiniki Gollandiyada ish bajarish o'rniga bu xabar televizor bergandan keyin yetib, bu qanday gap bu unda tekshirayli deb qonun chiqadi hozir. Hamda Gollandiya hukumati buning qonun chiqarib, maxsus guruh chiqarib, Urumchiga avatmoqchi ekan. Shinjonga. Shuningga hozir bizga kelgan uqtirish televizorlardan bizni ikini saqchiganda ammo 10 minut qish oladi ekan, 10 minut qish uzilib qoldi mana ikkinchisi. Enkisi ma pek hayajonlanib bize açıkçılıkta bazen gap so'zlar taqatuq qo'chikdi qapti, to'g'ri yeyishib olmaysiz-mi? Normal turmush kechirishga daxli terrorist bo'lyapti. Bu sizlarning oyatdan miyadin tushagan besim orqali bo'layotgan mahaqlik bo'layotgan psixik urush. Shuningga buni davlat, bizning davlat fuqarolariga qanday davlatdan unda buyruq qiladigan nima asosi bor degan asosda buni tekshiryapti hozir. Hamda men siz avval menga telefon nomeringizni, idorangizni, ismingizni, hamma narsangizni avat bilan men yerdan saqchixon kirib, kirma, 1 soat saqchixon kirmayman hozir. 1 soatgacha saqchixonda bo'lishim kerak. Soat o'sha vaqtda soat 11 da cho'qim saqchixonda bo'lishim kerak. Ular meni bir hafta bo'ldi chaqirtayotqili. Idoraning xizmatdan ruxsat so'rab kel, bo'lmasa idoranga biz xat chiqib berdi dedi. Tamam dedim, buga ruxsat so'rab idorada mushtam ishga desam, unda bo'pti, darhol bor. Bağında bugün Allah'a ruhsat verdi. Amda men hozir kirib nima deyman? Opam avatdi deyman. Ammo opam nima qildi shaxsiy deymiz masalanga. Ona. Amda ben o'tganda opamga necha qatim gap qilay dedim. Amda men bu Xolisa bilan to'y qilgan bilan men u bu yerda, o opamlar o yerda. Amda o opamni men bir ish qitim ko'rdim ekan, hayotda shu ichida ko'rdim. Ham unda turuqliq o opamga xijolat oldim, nim deyishni. Men siz avat bilan deb gap qilaysam, texi nim deb ish qitim ko'rish baqa ayoldan qanday bir gap qila olaman? Shu tarafda men gap qilolmadim. Siz hozir menga avat bilan. Men 1 soat kirib, mushta gap, mana mendan avatgan adam degan mushu, o'zinglar so'zlashinglar, o'zlari bizning mahalning saqchisi, ankiza uni Moşo bizniki şehir Rotterdam şehriniki şehirlik vilayeti yollaydık ya, onun şehirlik hükümet yollaydık ya, onundan keyin Gollandiya parlamenti yollaydık ya, Gollandiya parlamentinden Gollandiya padişahlığı yollaydık ya, onu aşında bir karar tekşirip, çünkü bu Gollandiya padişahı, Gollandiya İçki İşler Ministerligi, Tashqi ishlar ministrligi, Gollandiya parlamenti bular hammasi o'qib ketdi. Shuni buning hammasi qo'l tiqqan ekan. Hozir bizma bu yerda o anımandaq avatib turadigan ish yo'q. Chunki bizmi bu yerning fuqarosi. Bizga bu yerdan besim bor. Buni avatishga bo'lmaydi. Hech qanday uchurni avatmaysa, uni avatsang, har qanday uchurlarni avatsanglar qonuniy javobgarlik tortilishlar, chunki bu davlat maqsadidagi davlat siriga kirdi. Uni hech qanday narsani avatmaysizlar. Ma davlatning qonun tushunmayotgansizlar.
degan bizga qonun bor. Endi siz menga idorangizni, ism familiyangizni, xizmat nomeringizini, telefon nomeringizini avatib bering. Men hozir kirib, mana paloniyada ishlaydigan odam, telefon nomeri mana, ism familiyasi mana, xizmat nomeri meniki. Musha odam opamni chaqirib, musha debdi. Men shuning uchun avatgan. Yana meni pasportlarni manasidan hozir kopiya qilib avatpa deydi. Bizning ayolim bilan ikkimizning pasporti o'tgan sayohatga chiqib yo'qolib ketgan. O to'g'riliq sizlarning